Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, tandirchilar. Mana bugun Samarqand viloyati Aziz Bozor Gagarin ko'chasida bu ukalarimiz bizga tandir qurib berdi. Mana o'zim ham yordam qildim. Tandirlar o'ta sifatli, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizlar ishonmasdan mana shu Samarqanddan vodiyga chaqirdim. Samarqandga vodiydan chaqirgaydi, ukalarimiz kelib Vodiydan kelishdi. Vodiydan o'zlari mashina ortib hamma jihozlar bilan qilib berdi. Bizlarga yoqdi. Agar kimki shunaqa qilmoqchi bo'lsa, marhamat jo'natishlaringiz mumkin. Bizlarga ma'qul bo'ldi lekin. Bizlar rahmat aytamiz, sizlar ham rahmat aytib qolasizlar deb o'ylayman, umid qilaman. Mana shuni o'zim o'z xohishim bilan gapiryapman. O'zim chaqirtirgan edim bularni. Shu yordam qildik mana o'zimiz. Gap yo'q. Joniylar salom. O'zbekiston bo'yicha chaqiraversin. Aytdik. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. Bering birini. Ichlari. Bu hozir kelib chiqib ko'rmadimi bu?